Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining sifatlarning ma'no munosabati mavzusini o'rganamiz. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yanada qiziqarli darslar bor. Sinfingiz jamoasi bilan birgalikda Lego metodidan foydalanishingiz mumkin. Lego konstruktorlar yordamida so'z turkumlarini o'rgatish samarali usullardan biridir. Avvalo o'quvchilar kichik jamoalarga bo'linadilar. Har bir jamoaga Lego konstruktorlar tarqatiladi. O'quvchilar 1-2 daqiqa davomida Legolardan biror buyum yasashlari kerak. Vaqt yakunlangach, har bir jamoadan bitta ishtirokchi chiqib, yasagan buyumlarini bitta gap orqali taqdim etadi. Unda albatta ot, sifat, son va fe'l so'z turkumlari qatnashishi lozim. Bunday mashq o'quvchilarga grammatik bilimlarini mustahkamlash, ijodkorlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. 21-mashq. Berilgan so'z birikmalaridan ikkitasini bitta gapda qatnashtirib, turli gaplar tuzing deya topshiriq berilgan. Demak, so'z birikmalarimiz: mug'ombir tulki, ko'm-ko'k o'tloq, rost so'z, katta maydon, chiroyli kelin, bilimli muallim, mehribon ona va zilol suv so'z birikmalari berilibdi. Demak, mana shu so'z birikmalaridan ikkitasini bitta gapda qatnashtirib, turli mazmundagi gaplar tuzing. Masalan, quyidagicha gaplar tuzish mumkin. Mug'ombir tulki ko'm-ko'k o'tloq chetida yashirinib yurardi. Bilimli muallim mehribon ona bilan suhbatlashdi. Rost so'z insonni katta maydon kabi keng qalbli qiladi. Zilol suv ichgan bola ko'm-ko'k o'tloq tomon yugurdi. Chiroyli kelin har doim rost so'z bilan gapirishni odat qilgan. Siz ham shunga o'xshash gaplar tuzib yozishingizga ishonaman. Sifatlar ma'no munosabatiga ko'ra qarama-qarshi ma'noli hamda yaqin ma'noli bo'ladi. Yaqin ma'noli sifatlar, ya'ni ma'nodosh sifatlar yozilishi har xil, ammo ma'nosi bir xil bo'lgan so'zlardir. Masalan, go'zal, chiroyli, latofatli yoki aqlli, donishmand, zukko, bilimdon, jo'shqin, g'ayratli, shijoatli va hokazo. Qarama-qarshi ma'noli sifatlar bir-biriga zid, teskari ma'noni bildiradigan sifatlar bo'lib, bir xil belgi va xususiyatning qarama-qarshi tomonlarini ifodalaydi. Masalan, issiq, sovuq, katta, kichik, yaxshi, yomon, baland, past, uzun, qisqa va hokazo. 22-mashqda Xudoyberdi Komilovning duo she'ri berilgan. Uni birgalikda o'qiymiz. Dunyoda nima aziz, yana laziz nima bor? Tinchlik deymiz shubhasiz, tinchlik bo'lsin barqaror. Tinch bo'lsin mamlakatlar, obod bo'lsin elatlar, ahil bo'lsin millatlar, do'stlik bo'lsin barqaror. Xalqimiz omon bo'lsin, ajoyib zamon bo'lsin, hayot farovon bo'lsin, to'qlik bo'lsin barqaror. O'zbekiston zo'r bo'lsin, olamga mashhur bo'lsin, elimiz mag'rur bo'lsin, hurlik bo'lsin barqaror. Xudoyberdi Komilov ushbu she'rda inson uchun eng qimmatli ne'mat tinchlik ekanini ta'kidlaydi. Tinchlik bo'lsa, odamlar osoyishta yashaydi va baxtli bo'ladi. Shoirimiz mamlakatlar tinch, xalqlar ahil bo'lishini, yurtimiz O'zbekistonning ravnaq topib, xalqimiz farovon yashashini aytib duo qiladi. Shoir bizni tinchlikni asrashga, do'stona va mehr oqibatli bo'lishga, vatanimizni sevishga chorlaydi. Darhaqiqat, tinchlik bor joyda baxt va albatta kelajak bor. Demak, duo she'rining muallifi Xudoyberdi Komilov. Ushbu she'rda 16 ta misra bo'lib, unda virgul, so'roq belgisi va nuqta tinish belgilari mavjud. She'rdagi qofiyadosh so'zlar aziz, shubhasiz, bor, barqaror, mamlakatlar, elatlar, millatlar, omon, zamon, farovon, mashhur, mag'rur.
She'rdagi ma'nodosh so'zlar: aziz, laziz, xalqimiz, elimiz, hurlik, tinchlik, mamlakatlar, elatlar, dunyo, zamon. Endi ona tili daftaringizni ochib, duo she'rini husnixat asosida ko'chirib yozing. So'ngra sifatlarni aniqlab, ularning tagiga tegishlicha chizing. Sifatlar bilamizki, shaxs va narsaning belgisini bildirib, qanaqa so'roqlarga javob bo'ladi. Demak, ushbu she'rimizda qanday aziz, qanday laziz, qanday tinch, qanday obod, qanday ahil, qanday omon, qanday ajoyib, qanday farovon, qanday zo'r, qanday mashhur, qanday mag'rur sifatlari ishtirok etgan. Siz ham aynan mana shu sifatlarni aniqlagan bo'lsangiz, barakalla, sizga 5 baho. 23-mashq. O'qing, sifatlarning ma'nodoshlarini topib, namunadagidek yozing. Demak, 23-mashqda og'ir, jasur, katta, ziyrak, ulkan, mard, go'zal, botir, shirin, aqlli, xushdam, baquvvat, bilimdon, sezgir, mazali va chiroyli sifatlari berilgan. Namunaga diqqatimizni qaratamiz. Katta, ulkan. Demak, berilgan sifatlarning orasidan o'zaro ma'nodoshlarini aniqlab, guruhlab yozing. So'ngra ular ishtirokida gaplar tuzing. 23-mashqni to'g'ri bajarganligingizni tekshiring. Og'ir, baquvvat, jasur, mard, botir, ziyrak, sezgir, katta, ulkan, go'zal, chiroyli, shirin, xushdam, mazali, aqlli, bilimdon. Ma'nodosh sifatlarni to'g'ri guruhlab yozgan bo'lsangiz, barakalla. Ular ishtirokida quyidagicha gap tuzib yozish mumkin. Sport bilan shug'ullangan bola sog'lom va baquvvat bo'ladi. Vatanni mard va jasur insonlar himoya qiladi. Sezgir o'quvchi do'stining kayfiyatini darrov payqadi. Shaharning markazida ulkan bino qad rostlab turibdi. Bahorda tabiat yanada chiroyli tus oladi. Oshpaz pishirgan taomlar juda mazali bo'ladi. Va so'nggi gapimiz, bilimdon o'quvchi har bir savolga aniq javob beradi. Bugungi uyga vazifa 24-mashq. Rasmdagi narsa buyumlarning belgisini ta'riflab gap yozing. Samovar haqida nimalarni bilasiz? Samovar va qulupnay so'zlari qatnashgan bitta gap tuzing va sifatlarning tagiga chizing. Demak, rasmda samovar, shirin nonlar, qulupnay murabbosi, chiroyli piyola hamda choynaklar tasviri berilgan. Ona tili daftaringizga ularni ta'riflab gaplar yozing. So'ngra samovar va qulupnay so'zlar qatnashgan yana bitta gap tuzing. Tuzgan gaplaringizdagi sifatlarning tagiga to'lqinli chiziq chizing. Samovar suvni isitish va qaynatish uchun ishlatiladigan metall idishdir. U dastlab Rossiyada paydo bo'lgan. Samovar choy tayyorlashda qo'llaniladi. Samovarning ustki qismida choynak qo'yish uchun maxsus joy bo'ladi. Ilgari samovarlar ko'mir yoki olovda isitilgan. Hozir esa elektr samovarlar ham ishlatiladi. Qadimiy samovarlar chiroyli bezagi bilan qadrlanadi. Tarixda birinchi mashhur samovarchilar rus aka-uka Ivan va Nazar Lisitsinlar hisoblanadi. Ular bolaligidan metallga ishlov berishni o'rganishgan. 1778-yilda ular samovar yasab, shu yili Rossiyada birinchi samovar zavodini tashkil etishgan. Lisitsinlar samovarning chiroyli va turli naqshlarini yaratib, samovarchilik rivojiga katta hissa qo'shgan. Demak, samovar, shirin nonlar, qulupnay, piyolalar, choynak so'zlari ishtirokida quyidagicha gaplar tuzib yozish mumkin. Katta samovar choyni tez va yaxshi qaynatadi. Qizil qulupnaylar juda mazali bo'ladi.
Chiroyli choynak va mayda piyolalar dasturxonga ko'rk bag'ishlaydi. Novvoyxonada mazali shirin nonlar pishiriladi. Stol ustida chiroyli samovar va qip-qizil qulupnaylar turardi. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.